Tabriklaymiz. O'zim shaxsan boshida ringga chiqishdan oldin siz bergan ko'rsatmalarni eshitdim, aytdingizki, u faqat ko'rinishi, aslida uni ham yutsa bo'lardi, yaxshi motivatsiya berdi. Ha, endi u Kubani ko'plari vitda, u men u tiyajni bilaman, qanday desam. Bola biz endi shuncha faoliyatimiz bilan psixolog bo'lib ketganmiz. Nima edi? Faoliyat bilan psixolog bo'lib ketganmiz. Qachon ringdan oldin bola o'kirib, o'zini yerga urib, bir-biriga perchatkani urib, unday qilaman dedim, u pishdi degan u. O'sha ana u ichi kuyib, o'sha perejovat qilib bo'lgan kuchini o'zi ketgani bo'ladi. O'shanga bunga aytdim, u hammasi vit dedi, mana kepka kiyib olib, qiyinchaytirib olib, o'zini nima qilib chiqishi, ana bu yerda hozir Kubinskiy model boksa emas, o'zbekskiy model boksa o'tadi-da. U ancha bo'lib ketdi u narsaga. Kuba deganda bunday